Hop. Mikro qarzda 28%, 36 29%, 48 oyga 30% dan ham bor. 60 oyga bo'ladigan bo'lsa 31% dan mikro qarz beramiz, kredit mikro qarz. Naqd pulda plastikka tushirib beramiz. Amaldagi foizda 3%, hop 50% ga chegirma asosida ham kreditlarimiz bor. Bu qanaqa bo'ladi shu 50% chegirmalik? Hop 50% chegirmalik. O'sha tashkilot rahbari bo'lmasa boshqa xodimlar uchun ham bank kartalari karta emissiyasi. Hop. Visa bilan chegirma asosida bepul ekan. Hop, Visa Infinity'miz bor. 50% chegirma asosida. Muddati 3 yildan 5 yilgacha. Kids kartamiz bor ekan. Bolajonlar uchun kids kartamiz. Kids karta bo'yicha so'rash bor. Faqat yosh bolalarga necha yoshgacha bu kids karta beradi? Hop. 16 yoshgacha beramiz, faqat unaqasi. Ota-onasining pasport bilan o'zining metrikasi asosida beriladi. Bolaning familiyasiga chiqadi. Shu bolajon ishlataveradi, maktab o'qiyotgan asosan maktab o'quvchilari uchun. Ya'ni pasport olmaganlar uchun ham kids karta. Endi yana bitta so'rash, ota-onasining nomi, ota-onasining ID raqami bo'yicha chiqadi, to'g'rimi? Agar otasining yoki onasining bo'yicha chiqadi, o'zining familiyasi bo'yicha. kredit qarzdorligi bo'lsa, masalan, oyma-oy to'layotgan kredit qarzdorligi bo'lsa, farzandlik kids karta bo'lsa, farzandlik kids karta orqali buni kredit to'loviga tortish mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, tortmaydi. Familiyasini boshqa bo'ladi deyaptilar. Yo'q, bu yerda ID ID, chunki ota-onaning ID-siga ochilyapti bu karta. Shunda masalan, agar farzand nomiga bo'lsa ham kids karta, otasini yo onasini pasport orqali tortish mumkin. Endi sizlar yana bitta so'rash, hozir aytdingiz, Platinum plastik kartalarimiz 50% chegirma asosida bepul dedingiz. Shunda hozir mana bitta Platinum plastik karta olmoqchi bo'lsam, Visa kart, O'zimiz xodimlar uchun aytamiz. Hop. masalan, olmoqchi bo'lsam, shunda to'lov qilmayman, to'g'rimi? To'lov bor. To'lov bo'ladi. Qancha masalan o'sha to'lov? Hozirgi kunda agar men masalan chet elga safarga chiqmoqchiman, bitta Visa Platinum olmoqchiman. Ming tushdi narxlari. Ha, 50% chegirmada. Ha. Hop. Chiqish muddati qancha? Masalan, ko'p haligi banklarda hozir shuni kontrol bo'lib ketgan banklarda 20 minutda, yarim soatda yoki 1 soatda plastik kartalarni chiqarib beradi. Toshkentdan keladi, 3 bank ish kunida qo'lingizda bo'ladi. 3 bank ish kunida. Qarorda bo'ladi, 3 bank ish kunida tezda sizga beramiz. Kreditga maqsadsiz qanaqa kreditlar bor? Mikro qarzimiz bor, garov asosida 27% dan ishlayotganlar uchun. Bo'lmasa, garovga qo'yayotganlar bo'lsa 30-31% gacha summasi oyi muddat ko'paygan sari 1% dan oshib boradi. Yakka tadbirkorlarga ham kredit bormi? Boshqa banklarda eshitdim, yakka tadbirkorlarga ham bor. Bor, bizda ham. Yadada bo'lsa, yadada ochgan bo'lsa, oxirgi oborotkasi bo'lsa, aylanmasi bo'lsa 100 milliongacha kafilsiz, garovsiz kredit beramiz. Naqd o'sha. Qanaqa? Kartaga tushirib. Bor. Endi bitta so'rashdi, yana oxirgi 6 oy dedingiz-a? O'tgan safar bitta firma ta'min qildik, oxirgi 9 oylikka Uni kredit o'zini shartlari bor. O'sha shartlarga to'g'ri kelsa, hech qanaqa muammo yo'q, kredit beramiz. Bu 6 oylik eng asosiy qismini ham 6 oylik oborotkasi bo'lishi kerak. Bundan tashqari shartlar to'g'ri kelsa, muammo yo'q, chiqarib beriladi. Ochilgan vaqt qancha bo'lishi kerak? Ochilgan. Oxirgi 6 oylik oborotkasi, ochilgan vaqtida emas, oxirgi 6 oy bo'lsa, oborotkasi bo'lishi kerak. Bo'lsa, muammosi yo'q. Bo'ldi, savollar ko'p.